Kechki o'qituvni qilib, qizlarni asabiga tegadigan vaziyatlar haqida gaplashamiz. Har kuni o'qishga, ishga ketayotganimizda soch turmagimiz ham, makiyajlarimiz ham chiroyli turadi-da. Именно to'y hashmlarga borsak yoki qanaqadir marosimlarga borsak, aynan o'sha kuni soch ham o'xshamaydi, makiyaj ham o'xshamaydi. Nimaga? Lekin har kuni ishga ham, o'qishga ham kiyib ketishga kiyimimiz bo'lmay qoladi. Bir kun oldin chiroyli turgan kiyimimiz aynan o'sha kuni yoqmay qoladi. Nimaga? Har safar o'zimga o'zim aytaman-da. Dam olgan kunim u yoqqa boraman, dam olgan kunim bu yoqqa boraman, dam olgan kunim hamma ishlarimni bitiraman deyman-da. Lekin imенно dam olgan kunim hech qayerga chiqqim kelmaydi. Ertalabdan kechgacha faqat uyda o'tiraman. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Har kuni o'zimga o'zim va'da beraman. Juda ham charchadim. Bugun vaqtli boraman, vaqtli uxlayman, telefon tutkilamayman. Hamma ishlarimni yig'ishtiraman va dam olaman deyman-da. Lekin baribir 11-12 gacha har kuni ishimni qilib o'tiraman. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Yo faqat bitta mandami? Oila olgunimcha millionta planlarni qilaman. Uni olaman, buni olaman, mana bunaqa kiyim olaman, o'tga boraman, bo'tga boraman. Lekin imенно oila olgan kunim bo'lsa, hamma planlar o'zgarib ketadi. Yana nimalarni gapirmadim? Kommentariyaga yozib qo'yinglar.